Azizlar, musulmon kishi uchun, hammamiz uchun suv bilan havodan ham zarur bo'lgan eng ulug' Allohning bergan bizga saodati bu iymondir. Iymonimiz, e'tiqodimiz, aqidamiz to'g'ri bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizni ibodatlarimizni qabul qiladi. Agar iymonimiz to'g'ri bo'lmasa, sahih bo'lmasa, qiladigan ibodatlarimizni Alloh taolo qabul qilmaydi. Chunki Sufi Allohyor rahmahulloh aqida bilmagan shaytonga eldir, agar 1000 yil ibodat qilsa yeldir dedilar. E'tiqodni bilmagan kishi boshqa ibodatlar qabul bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiqod masalasi al-usul qabla al-furu' degani usul bu aqida ma'nosida. Ya'ni avval mana namoz o'qishdan oldin, hajga borishdan oldin, ro'za tutishdan oldin e'tiqodimizni mustahkam qilib olishimiz kerak. Afsuski ba'zi bir kishilarda biz odamlarning ichida yurib, musulmonlarning ichida mana ko'p joylarda o'tiramiz, gaplashamiz. Hatto namoz o'qishadi-yu, e'tiqod masalasi juda ham ba'zi birlarda xato yoki o'rganmagan. Mana hajga boradiganlar bilan, ba'zi birlar bilan niyat qilganlar Alloh nasib qilsin. Lekin biz gaplashib ko'rsak, hali mana hozir biz aytadigan e'tiqod masalasini bilmaydi-da, hajga boraman deydi. Bu juda ham bo'lmagan ish bu. Avval e'tiqodni yaxshi tushunib olish kerak va har birimiz mana ilgari ota-bobolarimiz shash kalima deyishardi, 6 ta kalimani yod bilishgan. Hamma omi bo'ladimi, dehqonmi, bog'bonmi, kim bo'lsa ham, qaysi kasbda ishlasa ham musulmon odam iymondagi farzlarni, e'tiqod masalasini, shu kalimani yod bilgan. Siz ham ertaga emas, bugundan boshlab mana shu yerda Juma muborakka tashrif qilgan azizlarimiz hammamiz ertaga emas, bugun shomdan keyin, men uyga borganingizdan keyin albatta bu sizni nafas olishingizdan muhimdir. O'zingiz ham yaxshilab o'qib, bolalaringizga kalimani la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi deb yodlatib qo'yishingiz farz bu azizlar. Farz, buni qilmasak bo'lmaydi. Mana adashib ketganlar bilan ham gaplashamiz. E'tiqod masalasini yaxshi bilmaydilar. Shuning uchun sizlardan iltimos, yaxshi e'tibor qilasizlar bugungi jumaga. Biz o'zi shuni haqida o'ylab ko'rganmizmi namoz o'qiganlar? Shu narsaga iymonimiz qanaqa, shuni bilishimiz kerak. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi Al-Fiqhul Akbar degan kitoblari bor. Bu biz e'tiqodimiz asosi. Mani ustozim aytadilarki, qaysi kitobni o'qish kerak? Qur'on o'qishdan oldin, hadis o'qishdan oldin bu kitobni o'qimasanglar tushuna olmaysizlar baribir. E'tiqod masalasi juda muhim. Mani ustozim ko'p aytadilar, Qur'oni Karimni birinchi tafsir tarjima qilgan Alauddin Mansur hazratlari mani ustozim bo'ladilar. 35 yillik ustozim bu kishi. Shu zot mana hozir ham bir 15 tomli tafsir yozdilar. Katta olim u kishi. U kishidan so'radik biz. Birinchi qaysi kitobni o'qish kerak desa, Al-Fiqhul Akbar dedilar. Undan keyinchi desa yana Al-Fiqhul Akbar. Buni yodlab o'qib olmasdan boshqa narsani tushunish mumkin emas dedilar. Shuning uchun mana bu hozir o'zimiz o'zbek tilida bu tarjima qilingan ko'p kitoblar, Fiqhul Akbar tarjima qilingan. Buni yodlab o'qib olishinglar kerak. Shu kitobda aytadilar Abu Hanifa rahmatullohi alayh, aslut tawhid va ma yasihhu al-i'tiqadu alayhi yajibu an yaqula amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi wal ba'su ba'da al-maut wal qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal hisab wal mizan wal jannatu wan nar haqqun kulluh wallahu ta'ala wahidun لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
tavhidning, e'tiqodning asosi deyaptilar Imom Azam rahimahulloh. Shu narsaki, har bir musulmon shunday deb aytishi va ishonishi vojibdir, farzdir. Har birimiz etishimiz kerak. Shunga ishonishimiz vojib, farzdir. Bunga bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Asli, asosiy negizi, asosiy ildizi, javhari, sizni iymoningizni yashnatib turadigan narsani asosi shu deyaptilar. Birinchisi nima? Shuni aytish kerak, an yaqula. Aytish kerak, amantu billah. Allohga iymon keltirdim. La ilaha illalloh deymiz. Amantu billah. Alloh bitta deb ishonamiz. Va malaikatihi, farishtalarga ishonamiz. Qani shu yerda o'tirgan azizlarimiz jumaga kelganlar. Bolalaringlarga uyda, nabiralaringlarga, "Ey bolam, ikkita yelkangda farishta turadi. Oldingda, orqangda farishtalar bor. So'zingni yashib turadigan farishtalar bor. Yaf'aluna ma tu'marunmi? Yu'marun? Tu'marun." Ya'ni Alloh buyurgan narsani qiladigan farishtalar bor. Bularni gapirasizlarmi? Alloh bitta, uni yuborgan payg'ambar Muhammad alayhisolatu vassalom. Farishtalar bor yelkangda deb. Shuni ta'lim beryapsizlarmi yo'qmi? O'zimiz ham o'ylab ko'ramizmi? Mana gapirayotganingizda bir narsani gapiryapsiz. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh aytayaptiki, talaffuz qilayotganingizda farishtalar yozib turadi deb. Bunga ishonmagan odam dindan chiqadi o'sha zahot. Namoz o'qisa ham namozi qabul bo'lmaydi. Allohning gapi bu. Sura Qofda har bir talaffuz qilayotgan so'zingizni farishta yozib turadi, qiyomat kunida ko'rsataman, mana gapirgansan deydi. Shunga ishonmasa musulmon bo'lmaydi odam. Bo'lmaydi bu. Mana gapirayotganingizda shuni o'ylaysizmi? Yo bolalaringizga shuni o'ylashni o'rgatamizmi? Imom Buxoriylar baytida shunaqa bo'lgan, shuning uchun Imom Buxoriylar chiqqan. Mana bir odamga gapirmoqchisiz bir gapni. Farishtalar yozyapti. Buni hujjatini men bilamanmi yo'q, bir joydan eshitdimmi, internetdan eshitdim bo'ldi, gapirib tarqatyapmanmi? U ertaga farishta yozib qolsa men endi nima javob beraman degan tarbiyani beryapsizlarmi yo'qmi? Va kutubihi. Mana shuni ham chuqur tushunish kerak. Allohning kitoblariga iymon keltiramiz. Qancha kitob? Suhufun mutahhara deydi. Pokiza sahifalar, xususan Hazrati Musa alayhissalatu vassalomga Tavrot, Davud alayhissalomga Zabur va Iso alayhissalatu vassalomga Injil nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Lekin ularning hukmi mansux bo'lgan. Qur'on kelgandan keyin Qur'onga iymon keltiramiz, Qur'onni o'rganamiz biz Qur'on. Mana har xil missionerlar yuribdi. Ba'zi bir kishilar mendan so'rab qoladi. Yo'q, u avval Qur'onni, tavhidni, aqidani bilmasdan boshqa dinning kitobini o'qish mutlaqo mumkin emas. Adashib ketasiz. Ba'zi birlar shu tarqatib yursa buni ham o'qisa bo'ladi. Bo'lmaydi. Hazrati Umar roziyallohu anhu aytdilar. Bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhuga bir varoq Tavratdan o'qib turgan ekanlar. Janob Rasululloh sallam, nima qilyapsiz ey Umar dedilar. Bu ham Xudoning kitobi-ku dedilar. Ko'zlari qizarib ketdi. Rasulullohning jahllari kam chiqqan. Lekin jahllari chiqqanda ko'zlari qizarib ketardi. Ey bilgin ey Umar dedilar, bilingki dedilar. Agar Allohga qasamki dedilar. Agar hozir Musa alayhisalom tirik bo'lganlarida Tavrotni tashlab menga ummat bo'lardilar dedilar. Qur'onga amal qilardilar dedilar. Siz bu Qur'on o'qing dedilar. Mana buni bilib qo'yinglar oldin. Oldin siz avval e'tiqod masalasini bilmasdan har xil narsalarni o'qib tashlaverish kerak emas. Qur'on Allohning kitobi. Shu haqda yana gapirmoqchiman. Kecha men xursand bo'ldim. Bitta qori kirib menga qori ekanlar. 3-4 kun bo'ldi. Qoriga Qur'onni yaxshi ko'rasiz. Qur'onni o'tiringlar deyorasiz. Qur'onda nima qilmaylar. Endi mana yigitlar, mana shu yerda yoshlar. Allohning kitobi deganda, o'zi Allohning kitobi deganda yuragi zir bo'lib ketish kerak.
innamal mu'minuna allazina iza zukirallohu wajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatavakkalun. Anfalmi? 2-oyatda Allah aytayaptiki hasr bilan. Innamal kim haqiqiy mo'min, iymoni komil. Siz men iymonim komilmi? Uni Alloh qachon iymoningiz komil bo'ladi? Hasr bilan aytayapti. Innamo degani albatta shak shubhasiz innamal mu'minun kim? Allazina iza zukirallohu wajilat qulubuhum. Allohni zikr qilayotganda, Allohni eslaganda qalblari qo'rqib titrab ketadiganlar. Shu bormi bizda? O'zingizga javob berib qo'yavering. Bormi bizda? Menda bormi shu narsa? Afsuski juda kam hammamizda. Juda kam. Ashabi kiromlardagi holat bizda yo'q hali. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu. Allohning oyatlari Qur'on o'qilayotganda zadatuhum imana. Qur'on o'qilayotganda Hazrati Ali karramallohu vajhahu ranglari oqarib ketar ekan. Nafaqat yurib anu kurtkani kiyib telefon o'ynamagan ekanlar Qur'on o'qilayotganda. Allohning ey Parvardigor, sen menga o'zingni huzuringdan oyatni Rasulullohga tushiryapsan deb, hay Ali deb Hazrati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini, muborak qo'llarini Hazrati Alini qo'lday yuraklariga qo'yganda o'zlariga kelar ekanlar. Qani bormi bizda? Qur'on o'qimasdan tapillab turib ketamiz. Biz iymonimiz mustahkam bo'lmaydi. Alloh aytayapti buni. Men aytayotganim yo'q. Alloh aytayaptiki, haqiqiy mo'min bo'lsang, Allohni zikr qilganda to'xtab qolgin. Qalbing Qur'onga muhabbat bo'lsa biz yaxshi o'nglanamiz, bilib qo'yinglar yigitlar. U tapir-tupur o'qib ketib, anti telefon o'ynab yurgan. Bo'lmaydi. Men juda o'zimga o'zim nima bo'lib ketib qolaman-da. Menga masalan shuni aytganda, mana bir narsa bergin deyotganim yo'q. Qur'onga muhabbat mana shu masjidni bu yigitlarni sizlar boshlab beringlar, boshqa masjidlarga ham ta'sir qilsin. Qur'on o'qilayotganda boshqacha bo'lib qoling axir. 70-yillarda Husari kelgan ekanlar. Mana shu Hastimomga Ziyodan qorakan paytlarida kelganda u kishi bilasizlar, Mahmud Husari butun Misr qorisi, dunyodagi hamma qorilarning ustozi, qurro. Bu kishi Qur'on o'qib berganlardan keyin aytgan ekanki, qorakam tarjima qilib bergan ekanlar. Men butun dunyoda Qur'on o'qib berdim. Butun arab olamida, Amerikada, butun dunyoda Qur'on o'qib berdim. Lekin Qur'onni hurmat qilishlikda, Qur'onni eshitishlikda o'zbekka yetadigan yo'q degan ekan. Chunki bitta odam turmasdi ilgari. Men biz yoshligimizda Hastimomga borardim. 7-8 yoshimizda borardik. Hech kim Qur'on o'qiganda turmasdi. Men o'zim ko'rganman-da o'sha otaxonlarni. O Qur'on o'qiganda ko'zlaridan yosh oqib. Bu Qur'on hazil emas, va ma huwa bil hazil. Bu sizga yurib ketib anu Qur'on o'qilayotgandan kurtkangizni kiyadigan narsa emas bu. Azizlarim, bu gapni men aytaveraman. 2 daqiqa Qur'on o'qiganda, umuman Qur'onga amal qilish ham. Qur'on Allohning kitobi. Qur'on aytdimi? Mana men ko'p odam tortishadi, johil kishilar. Buni Alloh aytgan desangiz, mas qiluvchi ichimlikni Alloh harom qilgan desangiz, siz bilan tortishaveradi. Bittasi chiqib kecha aytadiki, endi to'g'ri domlalar aytadi-ku deydi. Astagfirulloh. Bu gapdan tavba qilsin u kishi. Domlalar aytaveradi-ku deydi. Endi bu ichmaslik kerak, boshqa deydi-ku, endi ba'zi paytda bo'ladi-da, endi yigitchilik deb kuldiryapti odamlar. Bu qanaqa gap bu? Chunki u Qur'onni tushunmaydigan odam shu odam, musulmonman desa. Allohning kalomi hazil emas, senga hazillashmagin. Qur'on to'g'risida, domlalarning so'zi to'g'risida hazillashish mumkin emas. Shariatda hazil ketmaydi. O'zaro hazillashish mumkin. Biz ham hazillashamiz domlalar ham. Ammo Qur'onda, shariatda hazil ketmaydi. Shariatni unaqa nima ham qilib bo'lmaydi bu. Juda ham katta gunoh bu, bilib qo'yinglar. Qur'onga juda jiddiy bo'linglar, yigitlar. Iymonim mustahkam va ala robbihim yatavakkalun. Allohga suyanib Qur'onga mana shunga iymon keltiradilar. Hamma va rusulihi, payg'ambarlarning hammasiga iymon keltiramiz. Kullum minas solihin. Payg'ambarlarning hammasi Hazrati Odamdan boshlab 124 ming payg'ambar deydi, ba'zi bir kitoblarda 228 ming payg'ambar deydi. Tarixlarda juda ko'p keladi. Qur'onda 25 ta payg'ambarning nomi keladi. Hadislarda keladi. Bunga hammasiga iymon keltiramiz.
Avvali Hazreti Odam, oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalatu vasallam. Vahiy to'xtadi endi. Osmon bilan yer bog'lanishi to'xtadi. Bo'ldi, endi payg'ambar kelmaydi. Ko'p kishilar kiradi men oldimga. Astagfirullah. La havla va la quvvata. Sizlar jim yurganinglar uchun shu bo'ladi. Indamay namozinglarni o'qib yur. O'rgatmaysizlarmi? Axir namoz o'qiganingizdek yoniga o'rgating. Keptani ko'ribsan. Qora aka, menga vahiy kelyapti deydi. Astagfirullah. La havla va la quvvata. La havla va la quvvata. Chunki u savat hech narsa yo'q. Bismillah deyapti o'zicha. Vahiy kelmaydi endi hech kimga. Avliyolarga ham vahiy kelmaydi. Ularga karomat xos. Vahiy faqat payg'ambarlarga keladi. Alloh taolo tomonidan Jibril alayhissalatu vasallam vositasida keladigan xabar vahiy deyiladi. E'tiqod kitoblarini o'qimaydi. Mana sharh qilib Fiqhul Akbarni chiroyli sharh qilib qo'yibdilar Hazrat Shayx Muhammad Sodiq. Mana kitoblar turibdi sunniy aqidalar, o'qimaydi. Imom Tahoviyning kitoblari sharh bo'lib turibdi. Juda sharh yaxshi, Anvar Badaxshoniy degan bir katta olim sharh qilganlar, o'qimaydi. Vahiy kelyapti deydi. Astagfirullah. Vahiy kelmaydi. Faqat payg'ambar. Ana payg'ambarlarga ishonishlik. Val ba'si ba'dal maut. O'lgandan keyin qiyomat bo'lishiga ishonamiz. Nega bu yerda o'tiribmiz biz hozir? Masjidda. Chunki Malik yawmiddin, qiyomat kunida tirilamiz hammamiz. Bitta oxirgi abadiy joyga olib borib qo'ydik deb gap etishadi. Mana shu gap juda aqidamizga juda zid gap bu. Qabrga olib borib qo'yib, oxirgi mangu joyga, mangu joy emas qabr. Qabr ma'lum marta yotadigan mehmonxona o'ti. Yaxshi kishilarga jannatning bir bog'chalaridan bir bog'chadir qabr dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yomonlarga do'zaxning chuqurlaridan bir chuqurdir dedilar qabrni. Biz bunga iymon keltiramiz degani siz shak shubha qilmasligingiz kerak. Qiyomat kunida nima qilaman degan tashvish bormi bizda mana? Mana yashadim, umrimiz ko'p bekorga o'tib ketadi. Men o'zim ham juda ko'p xafa bo'laman. Behuda narsa bilan umrimiz o'tib ketadi. Juda ko'p. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo arhamar rohimin. Bir paytlar keladiki dedilar Rasululloh sallam sahobalarga, eshitib olinglar hammanglar. U paytda ovqat yo'q edi, xurmo topib bo'lmasdi, bir parcha nonni topib bo'lmasdi. Shunda sahobalarga aytdilarki, bir paytlar keladi, meni ummatlarimga ovqatni ketidan ovqat kelaveradi. Bitta ovqat yemasdan ikkinchisi kelaveradi dedilar. Kecha o'qidim tafsirda. Sahih hadis. Tanvirul Azhonda bor ekan. Ana xuddi shunaqamiz biz. Bittasi kelmasang, keyin sahobalar aytdiki, "Ya Rasululloh, ular endi ovqatni ko'p, ibodatni juda ham zo'r qilishar ekan" deb. Mana bizning kuchimiz yetmaydi, ovqatimiz kam, quvvatimiz kam bo'lib qoladi ibodatga. Shunda ham ular zo'r bo'lib kechasi tahajjud o'qigan. Ular juda zo'r bo'lar ekan deb ovqat ketidan ovqat yeverar ekan, endi ibodatni bizdan ham yaxshi qilar ekan deganda, "Yo'q" dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ular dedilar, faqat ovqat yeyish bilan umr o'tib ketadi dedilar. Ular ibodatga mana ovqatni ko'p yeganingizdan keyin xuftonga o'rningizdan turgingiz kelmay qoladi. Uxlagingiz keladi-da. Shuning uchun Rasululloh ozgina qoldiringlar, to'ymay qolishlik dedilar. O'tiring, noto'g'ri ish qilyapsiz. Bu hadisga zid ish. Odamlarning orasini yorsangiz, savobingiz ketib qoladi. Shunaqa amr ma'ruf qilib turish kerak-da, bu yigit endi bundan keyin tushunib oladi. Mumkin emas, bu odamlarning orasini yorsangiz, savobi ketib qoladi jumangiz. Qatga bo'lsa o'sha yerga kelib o'tirish kerak. Saf bo'layotganda o'tsangiz bo'ladi. Hali salov nima aytayotgan, takbir aytayotgan. O'tirish kerak joyga. Xo'p. Demak, biz qiyomat kunida men nima qilaman? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga u kishiga jannat va'da bo'lgan. Jannatga kirasiz siz deganlar Rasululloh. Aniq bo'lgan. Lekin o'ng oyog'im jannatga kirib, chap oyog'im kirmaguncha qo'rqib turaman dedilar. Siz bilan biz xuddi jannatga kirib olgandek bemalolmiz. Ha, qayoqdagi bo'lmagan ishlar bilan band, la ilaha illalloh. Qur'on o'qiyotganda dedilar Rasululloh, yig'laylar dedilar. Yig'lamaslik o'zi qalbimizning qattiqligini bildiradi. Yig'la olmasanglar, o'zingizlarni yig'laganga solib mahzun bo'linglar dedilar. Mana kecha ko'rdinglar. Ajib holatlar. Janozaga kelgan tashqarida odamlar. Janozaga kelgan. Katta yoshlik mana sizlarga o'xshagan yoshli odamlar. Ana suvni bo'yiga borib, butun sigaret chakib ketishgandan keyin ikki nimada chelakda sigaret anaqasi bo'ladi. Tozalab oladi, supurib. Men aytdim kecha jumada.
Juda bo'lmasa, kela olmasanglar ham mana shu joyga yaqinroq kelib mavizani eshitsanglar bo'lmaydimi? Musulmonsizlar-ku axir. Mavizani eshitmaydi. Juma bo'lib turibdi. Biz Qur'onni gapirib turibmiz. Ular unaqaga borib gaplashib turadi. Chunki musulmonman deydi. Bu qanday gap? Val qadari khayrihi va sharrihi. Taqdirga ishonamiz. Musulmonlar bilib qo'yinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Mishkot sharifda hadis bor. Qadariga hammamizning umrimiz, rizqimiz hammasi yozilgan. Shuning uchun musulmon odam mana hozir odamlar ko'p asabi buzilyapti, sababi shu qadarni yaxshi tushunmaslikdan. Voy azizim, siz mehnat qiling, harakat qiling, harakatda barakat bor, lekin bilib qo'ying. Sizni umringiz oxirigacha nima yeyishingiz, nechta bolali bo'lishingiz, qancha nima bo'lishingiz hammasi yozilgan u. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kun chiqdilar. Chiqib aytdilarki, sahoba-i kiromlarga ikkita qo'llarida bir ikkita kitobni ushlab aytdilarki, mana dedilar, ahli jannat ham aniq bo'ldi, ahli do'zax ham aniq bo'ldi. Jannat ahli ham, do'zax ahli ham aniq bo'ldi. Qalamlar quridi, taqdir aniq bo'ldi dedi. Sahoba-i kiromlar aytdilarki, "Ya Rasululloh, unda amal qilib nima qilamiz? Kim jannatga kirishi, kim do'zaxga kirishi aniq bo'lsa, amal qilib nima qilamiz?" dedi. "Saddidu va qaribu" dedilar Payg'ambar alayhisolatu vassalom. Saddidu va qaribu degani iymonda mustahkam bo'linglar, istiqomatda mustahkam bo'linglar va Allohga yaqin bo'lishga harakat qilinglar. Sizlar qayerda bo'lishingizni sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi dedilar. Bir kishi dedilar, yaxshi amallarni qiladi, jannat amallarini. Jannatga tushishiga bir qarich qolganda do'zax amalini qilib do'zaxga tushib ketadi. Qo'rqib tursin dedilar. Men jannatiyman demasin dedilar. Bir odam do'zax amallarini qiladi, endi do'zaxga tushib turganda yaxshi amalni qilib jannatga tushib ketadi. Umidvor bo'lsin. Men yomon bo'ldim, endi tomon bo'ldim demasin. Xavf va rajo degani bu. Qancha gunoh qilgan bo'lsangiz Alloh kechiradi, tavba qilsangiz. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Alloh taolo gunohlarimizni kechiradi. Shuning uchun sizlardan iltimosimiz bu masalani yaxshi tushunish kerak. Qadar Allohdan bo'ladi. Val hisab val mizan. Hisobga iymon keltiramiz. Hisob kitob bo'ladi, qiyomat kuniga ishonamiz. Mezon, tarozu, amallarimiz tarozuda tortiladi. Val jannatu wan naru haqqun kulluhu. Jannat albatta bor. Yaxshilarga, mu'minlarga jannat bor. Yomonlarga fariqun fil janna va fariqun fis sa'ir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'minlar najot topgan kishilar jannatga kiradilar. Adashganlar do'zaxga kiradilar degan oyat nozil bo'ldi. Mana buni yaxshi tushunib yetishimiz kerak azizlar. Biz iymon keltiramiz bularga. Shuni bolalarga tushuntiringlar. Allohu taala vahidun la min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la sharika lahu. Alloh subhanahu va taolo yolg'izdir, uni sherigi yo'qdir. La sharika lah, uni sherigi yo'q. Yolg'izdir. U adad hisobida yolg'iz, uni hech qanaqa sherigi yo'qdir. Chunki Alloh taolo Qur'onda sura Ixlosda aytadiki, astagfirullah, qul huvallohu ahad. Alloh yolg'izdir, bitta. Uni sherigi yo'q, ikkinchisi yo'q. Iloh faqat Alloh. Boshqa iloh yo'q. La ma'budu illalloh degani, la ilaha illalloh degani. La ma'budu illalloh. Allohus samad. Alloh biror narsaga muhtoj emas. Bolaga ham hech lam yalid. Alloh taolo tug'ilmagan, tug'ilmaydi ham. Va lam yulad. Tug'ilmagan, paydo bo'lmagan. Huval avval val oxir val zohir val batin va huwa bikulli shay'in alim. Alloh taolo avval ham, oxir ham, zohir ham, botin ham yolg'iz Alloh subhanahu. Mana shu aqida masalalarini yaxshi tushunib olib, hammanglardan juda katta iltimos qilamiz, azizlarim. Hammanglar mana shu men aytgan e'tiqod kitoblarini, ahli sunna val jamoa, sunniy aqidalar kitobini yaxshilab, yana qaytib aytaman, ertaga emas, bugun amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxir val qadari xayrihi va sharrihi degan kalimani
bugun o'zingizga, xotiningizga, nabirangizga qanaqa bilasiz? Men hajga boradiganlardan so'radim. Ko'plari chala-chulpa biladi. Bilmaydiganlari ham juda ko'p. Bu qanaqa hajga boradi bu odam? Buni bilmasdan, namozda 12 ta farz borligini bilmasdan qanaqa hajga boradi u? O'qinglar, o'qimasa bo'lmaydi, oldin bilish kerak, a? Al-usul qabla al-furu'. Oldin aqida, e'tiqod, undan keyin amallar bo'ladi. Al-ilmu qabla al-amal degan Imom Buxoriyning ham so'zlari, ya'ni ilm olishdan amal qilishdan oldin ilmni sahih qilib yaxshi qilib olish kerak. Duo qilaylik, ya Arhamar Rohimin, ya Arhamar Rohimin. Gunohlarimizni o'zing mag'firat qilgin, ibodatlarimizni qabul aylagin. E'tiqodni, aqidamizni o'zimiz yaxshi tushunib, ahli sunna val jamoa e'tiqodida Abu Hanifa rahimahullohni Al-Fiqhul akbar degan kitoblarini hammamiz o'qib, farzandlarimizga tushuntirib, e'tiqodimiz to'g'ri bo'lib, janob payg'ambar alayhisolatu vassalomga mutobaat qilib, u zoti muborakning sunnatlarida mustahkam, sobit bo'lishligimizni o'zimizga, ahliyalarimizga, zurriyotlarimizga bardavom nasib aylagaysan. Va sallallohu taala xayru xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.